Assalomu alaykum aziz muxlislar. Bugun ham hayotimizdagi yana bir munavvar kunni qarshi oldik. Albatta uni qanday o'tkazish o'zimizga bog'liq. Mazmunli o'tkazar ekanmiz, doim hayotimizdan faxrlanib yashaymiz. Oramizda bugun mana shunday faxr bilan yashayotgan insonlar juda ko'p. Ularni har dam ko'rar ekanmiz, havas bilan qaraymiz. Ya'ni shu inson doim yosh ko'rinadi deya. Buning siri esa albatta yuqorida e'tirof etganimizdek, ularning doim hayot zavqiga oshno ekanliklarida. Azizlar, e'tiboringizda yana ortda qolgan odamlar ko'rsatuvi. Bugungi ko'rsatuvimizda biz yana mana shunday hayot zavqi bilan yashayotgan viloyatdoshlarimizdan biri haqida so'z yuritamiz. Dillashamiz, fikrlashamiz. Marhaba, yaxshimisiz? Assalomu alaykum Tursun opa. Omonmisiz? Sog'misiz? Rahmat. Sizni ko'rganimdan juda ham xursandman. Men xursandman. Albatta, bugun bir ajoyib maskanga bizni taklif etdingizda, ko'rsatuvni suratga olamiz degan bir suhbatimizda, bu maskan ko'pchiligimiz uchun, shahrimiz aholisi uchun juda ham tanish va bugun ham insonlarga ma'naviyat ulashyapti. Aynan bu maskan bilan bog'liq qanday jarayonlar bor? Nega aynan bizni bu yerga taklif etdingiz? Endi bu yerga taklif etganimni men san'at kollejidan pensiyaga chiqqanimdan keyin Nodirjon Niyozov mana shu ishga taklif etganlar. Bu yerda maqom ansambli bor. Hamma viloyatlarda hududiy san'at maqom markazi bor. Mana shu yerda ishingizni davom ettiring, ustoz uyda o'tirib qolasiz, nima qilasiz uyda o'tirib deb mana shu yerga ishga taklif qilganlar. Keyin shu yerda maqomda ishlab, birinchi shu yerdan sizlarning kayfiyatingizni ko'tarish uchun maqomga taklif etdim. Albatta juda ham yaxshi, chunki insonning yuragida qaysi maskanga mehr yuksak bo'lsa, albatta shu maskanda bir o'ziga xos halovat topadi-da. Bu maskan sizga haqiqiy halovat bergani, haqiqiy ijod maydoni bo'lgani shundan ham ayon. Demak, maqom ansamblidan jarayonlarni boshlaymiz. Marhamat. Mana bu maskanda juda chiroyli kunlarim o'tgan. Bu yerda shogirdlarim ko'p. Shuning uchun meni shu yerga tortadi. Mana Sherzodjon shogirdim ham chiqib qoldilar. Assalomu alaykum. Omonmisiz, sog'misiz? Yaxshimi bola? O'zingmi? Yaxshi kelasiz. Yaxshimi? Rahmat. O'zing yaxshimi? Xudoga shukr. O'zing yaxshimisan? Ishlaring o'lyaptimi? Rahmat. Sherzod albatta ustoz shogird o'rtasidagi iliq munosabatni ko'rish biz uchun ham maroqli-da. Hozir ko'ryapmiz. Tursunoy opa shunaqa chiroyli ta'riflar bu yerda shogirdlarim ko'p deya maqtab kelayotgandi. Ittifoqo mana sizni uchratdik va ajoyib bir manzarani ko'rdik. Havasdamiz. Endi ustoz shogirdlik munosabatiga necha yil bo'ldi? Tursunoy opadan nimalarni o'rgangansiz bu o'tgan fursatlar davomida? Ustozimiz Tursunoy Ro'zimetova mana shu san'atga ilk qadamlarni qo'yishga juda katta hissalarni qo'shgan. Aynan san'at kollejida o'qib yurgan paytlarim, endi san'atga qiziqib, oliy ta'lim muassasalariga kirishga havas qilib yurgan paytimiz ustozimizdan juda ko'p nafas, ovozni qanaqa ishlatish, umuman san'at yo'lida qanaqa qilib inson o'zini tutishi, qanaqa qilib intilish kerak, bu narsalarni ustozdan o'rgangan. Haqiqiy an'anaviy xonandalik, og'izdan og'izga o'tganlik va an'anaviy meroslarimizni ustoz shogird an'analarini faqat ustozdan biz o'rganganmiz va mana shu narsani o'zimizning shogirdlarimizga ham davom ettirib o'rgatib kelyapmiz. Albatta har bir inson shogirdlardan mana shunday so'zni eshitishni istaydi. Biz ham Tursunoy opaga bugun chin ma'noda havas qildik va mana shunday iliq munosabat bardavom bo'lishini tilab qolamiz. Ishingizga omad. Rahmat. Sog' bo'ling, sizni juda yaxshi ko'ramiz. Bu viloyat maqom ansamblimiz xonasi. Bu yerda har kun ijod qaynayapti. Hozir mana muzika tugadi, sekin kirsak bo'ladi. Chunki o'sha repetitsiya jarayonini buzish mumkin emas. Men o'shanga o'zim qarshiman. Men dars o'tayotgan paytimda ham eshigimni birov ochib qo'ysa,
ochmaylar dars vaqtida yurtimda. Hozir repetitsiya tugaganda sekin kirsak bo'ladi. Mumkinmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tursunoy opa, Shuhrat, Muqdin aka, biz juda ham ajoyib bir davradamiz. Hozir ayni repetitsiya jarayonlarini kuzatdim va mana shu aytilgan maqomda selida mazza qilib dam oldim. Mana shu yerda ijod qilayotganlar mana shu jarayonlarga har kuni oshnoda. Albatta ko'ryapmizki, ustoz shogirdlik an'anasi bu yerda o'ziga xos yo'lga qo'yilgan. Mana yoshlarni ham ko'ryapmiz, yoshi ulug'larni ham ko'ryapmiz. Mazza qilib birgalikda ijod qilishyapti. Shuhrat, umuman bu jarayonlarni tashkil etish, bunday ijodiy muhitni yaratish albatta o'z-o'zidan emas. Bunga mana Tursunoy opam singari, Muqdin aka singari, umuman mana Oqil aka singari bir o'sha ustozlarning o'ziga xos bir mehnati bo'lsa kerak. Albatta. Umuman mana shu maqom ansamblida mana shunday ustozlarning o'rni qanaqa, endi nimalarni o'rganyapmiz bugun? Bugungi kunda o'zi san'atimizga bo'lgan e'tiborga o'zi juda ham bir katta e'tibor bo'ldi. Qolaversa mana bugungi kunda haqiqatan biz san'atimizga yoshlarimiz ham juda bir iste'dodli yoshlarimiz kelyapti. Endi bu narsani aytishimiz kerak. Bizning milliy san'atimiz kitoblarga tushirilgan, notalarga tushirilgan, lekin bizning san'atimizga shu ustozlarimiz har doim aytib kelgan, buni notaga, kitobga tushirib bo'lmaydigan nozik jihatlari bor. Buni faqat ustozdan o'rganamizda. Nola, qochirim, o'sha o'zbekcha dardlarimizni ustozlarimizni og'zidan eshitib o'rganamiz buni. Bugungi kunda mana Tursunoy opam haqiqatan xalqimiz juda yaxshi taniydi, hammamizga ma'lum, san'atimizga juda katta bir izlar qoldirib kelyaptilar. Ko'plab shogirdlarni yetishtirdilar. Bugungi kunda ham biz ichimizga kelib o'sha katta biz yoshlar eshitmagan meroslarimiz bor san'atimiz ichiga. Shularni bizga ijro etib berib, mana bu joylari bunaqa nozik joylari bor. O'zimiz o'sha nazariy tomonlarimiz bor. Fortop, piano deymiz, ovozim ham joyga barallovchi aytsam, mana bu joyga ham yumshoqroq aytasan deb Tursunoy opam singari ustozlarimiz bizga bugungi kunda yo'l ko'rsatib kelyaptilar. Muqdin aka, albatta Navoiydagi bir san'at olami haqida gapiradigan bo'lsak, bugun aynan hozir yuqorida e'tirof etgan siz kabi ustozlar, Tursunoy opa, mana Oqil aka, umuman mana shu yerdagi ustozlarning mehnati katta deymiz va mana shu muhitni, bir ijobiy muhitni viloyatda yaratganlar orasida yetakchilar safidasiz. Bugun ko'rsatuvimiz Tursunoy opa haqida-da. O'qishi bilan qanday bir mana shu jarayonlarda munosabatda bo'lgansiz va o'qishidan nimalarni o'rgansa bo'ladi bugun? Avvalo san'atkorga e'tibor va e'tiqod yuksak madaniyatli kishilarga beriladi.
Yani Tursunoy Ro'zimetova deganda onalari ustoz edilar bizga. Qo'shiq to'g'risiga tortishuv bo'lib qolsa, nimadir bo'lsa bizlar ularnikiga borardik. Demak, yaxshi bilganlar. Judayam. Men bilamanki, o'sha opamni ikkinchisi Tursunoy bo'lib qoladi bu dunyoda. Qizlarimiz ham bular o'zi kirib kelib sizdan bilasizki, bular shu sohani shohi dedilar har bittalarini. Omad tilayman sizga. Tursunoy opam bilan 2000-yildan beriman birga mehnat faoliyati yuritib kelayotgan bo'lsak, Tursunoy opaning ovozlari bizlar uchun juda bir yaqin, tanish ovoz bo'lib qolgan. Qolaversa, agar ansamblimizga ham ayrim qo'shiqlarga agar Tursunoy opaning ovozlari bo'lmagan taqdirda bizlar bir nimadir yo'qotganda bo'lib qolamiz. Men shu narsani aytmoqchimanki, Toshkent Irog'i asarini Tursunoy opa bilan birga repetitsiya jarayonida Tursunoy opa aytdilarki, mana shuni onam aytgandilar, Grand plastinkaga zaps bergan ovozlarni hozirgi zamonaviy usulda shu telefonlarga ko'chirib olgan ekanlar. Shuni eshitib ko'rdik. Haqiqatan Muhitdin akani shu Umid opani ikkinchisi bo'lib qoladilar Tursunoy opa degan gaplariga men haqiqatan to'g'ri deb bilaman. Chunki Umid opa Sobirova ijro qilgan Toshkent Irog'i bilan Tursunoy opani agar aytganlarini eshitgan kishi ikkala ovozni bir-biridan ajrata olmaydi. Shunchalik onalarning nafasi, shunchalik Tursunoy opaga o'tgan. Qolaversa, bu narsani necha yillik mehnat faoliyatlari davomida san'at kollejida ishlagan paytlarida shogirdlariga o'rgatdilar. Hozirda ham qo'ylardan kelgancha mana shu ijrochi qizlarimizga, xonanda qizlarimizga, yoshlarimizga o'rgatib kelishga harakat qilyaptilar. Qolaversa, mana 22-maktabda ham Tursunoy opa o'zlari to'garak tashkil qilib, bu narsani maktab o'quvchilari bilan birga ishlab, o'sha ish jarayonida o'zlarida o'sha bilgan bor bilimlarini ishga solgan holda o'quvchilarga ham o'rgatib kelmoqdalar. Oqil aka, Tursunoy opa, albatta bu ijro bizga ham juda qiziq. Chunki yuqoridagi e'tirof har bitta insonni qiziqtirishi, e'tiborini tortishi shubhasiz. Endi onajonimni yoshimiz o'tgan sari mana ko'p onamni taniydigan insonlar Umid opani o'zi bo'lib qolibsiz deydilar. Umid opa deb chaqirishadi adashibda. Tursunoy deb o'tirishmaydi-da, Umid opa deb gaplashishadi, xursand bo'laman. Hozirgi yoshimga kelib, men ovozimni onamga o'xshatsa ham juda xursand bo'laman albatta. Bu baxt. Mana majnun ish do'stlar kibir Layloni izlar mana jamol gul sochisun ko'zi shahlovni izlar mana ajab bir tiyel durmay qamar simoni izlar mana o'shanda fatih jon shu parvoniyat izlar mana yavray jona ay joniyam sana ustoz haqida qancha gapirsak ham oz. Mana shu eshikdan kirib kelishlari bilan mana shu ansamblimizga iliqlik kirib keladi. Ustozdan juda ham ko'p narsalarni o'rgandik. Ham ijodda, ham ayol sifatida, ham insoniylik jihatlarini, juda ham ko'p jihatlarni o'rganganmiz. O'sha san'at jihatidan sahnada qanday o'zimizni tutishimiz kerakligi, san'atkorlarni el ichida qanaqa o'zini tutib, hattoki kiyinib yurishimiz, o'zimizni tutishimiz, gap so'zlarimizgacha erinmasdan bizga o'rgatadilar. Undan tashqari ayol san'atkorni zimmasidagi, yelkasidagi mas'uliyatlari haqida, ham oilani, ham ishni baravar, farzandlar tarbiyasini ham hamma jihatlarini bizga o'rgatib, bizga o'rnak bo'lib kelganlar. Biz mana shunday ustozimiz borligidan, ansamblimizda bizga o'rnak bo'ladigan mana shunday inson bilan birgalikda ishlayotganimizdan faxrlanamiz.
Tursunay opa, hozir mana maqomchi shogirdlaringiz bilan mazza qilib suhbatlashdik, diltortar taronalarni tingladik. Albatta u yerdagi faoliyat o'z-o'zidan shunchaki emasligiga amin bo'ldik-da. O'zi qancha vaqt ular bilan birgalikda ishladingiz? Ular bilan 4 yil ishlagan bo'lsam ham, mana shu oz fursatni ichida maqom yurakda-ku. Mazza qilib ishladim. Bu maqomni ichiga kirsangiz sel bo'lasiz-ku. Tursunay opa, hozir yana bir ajoyib san'at maskaniga keldik-da. Bu yerda endi nechinchi yillarda ishlagansiz? Qancha vaqtingiz o'tgan? Bu yerda 2000-yil faoliyatimni o'sha madaniyat boshqarmasida ishlardim. O'zbek Navoda ishlardim. O'sha paytlarda san'at kolleji eski shahardagi san'at maktabida edi. O'sha vaqtdan keyin bu yerdan san'at kolleji barpo bo'ldi. Mana shu yerga kelgandan ajoyib shogirdlarni yetishtirib, juda chiroyli ovozli qizlar, yigitlarim yetishib chiqdi. Kasbini o'zgartirganlari kamdan kam, lekin ko'plari madaniyat institutlariga o'qishlarini tugatib, hozir mana yaxshi kadrlar bo'lishib, mana o'zimni o'quvchilarim katta yigitlar, qizlar bo'lishgan. Mana Farruxjon Bahronov Nihol mukofoti laureatini olgan shogirdim, Samandar, Abrorjon Toshkentda ishlaydi, Ozodaxon Toshanova degan xatirchilik qizim bor, u yaxshi unvonlarga sazovor bo'ldi. U ham muzika maktabida dars beradi. Ko'p o'quvchi qizlarim, Sabina Kamola Qodirovalar, ular mana shu san'at yo'lida mana maktablarda muzikadan dars berishadi. Mana hozir o'zimiz maqomda o'zimni qizlarim, o'zimda o'qigan qizlarim o'sha yerda ijod qilishyapti. Bu yerda ham ajoyib shogirdlarim hozir dars beryapti bu yerda. Keling shu bahonada shu yaqinlarim bilan bir ko'rishib ketsak. Albatta Tursunay opa. O'zi niyatimiz xolisda. Qarang, shogirdlarni gapirib kelyotgandim, shogirdlar oldimizga yana chiqdi. Albatta havasdamiz. Bugun shogirdlaringiz haqiqatdan ham juda ham ko'p ekan. Mana ko'ryapmiz. Maqom ansamblida ham ular xushnudlik bilan sizni kutib olishdi. Mana madaniyat va san'at maktabiga ham kelgan edik. Bu yerda ham ularning bir guruhi mana tasodifiy chiqdi. Va albatta bular bilan faxrlanaman. Birga ishlashganlarimni, qadrdonlarimni ko'rgim keladi. Ataylab mana shu ko'rishga kelganimda bular hammasi jam bo'lib chiqib ketishayotgan bo'ladi. Necha marta kelganimda shunaqa bo'lyapti-da. Niyat xolis. Ustozimiz mana Tursunay Ro'zimetova butun Navoiy viloyat san'atkorlarini ustoz desak ham adashmaymiz. Ustozi yoshligimizdan mana ashulalarni eshitib, havas qilib, biz ham san'atkor bo'lganmiz. Ustoz, hamisha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Baxtimizga umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Navoiy viloyat san'atkorlari nomidan rahmat deymiz sizga. Kamoliddin albatta yaxshi shogird ustoziga munosib bir izdosh bo'la oladi. Albatta. Bugun ko'ryapmiz, mana xalqimizning xizmatidasiz. Albatta. Mana shu an'ana doimo bardavom bo'lsin ustoz shogirdchilik. Va siz ham mana shunday shogirdlarga ustoz bo'ling deymiz. Albatta, rahmat, katta rahmat, salomat bo'linglar. Biz ham harakatdamiz. Ustozdan o'rgangan ilmlarni, bilimlarni, ya'ni an'anaviy ashullarni hozirgi yosh avlodlarga qo'limizdan kelgunicha o'rgatib kelmoqdamiz. Endi ortda qolgan qadamlarimga nazar soladigan bo'lsam, bu ko'rsatuvga soatlar yetmaydi. Hozir men sizni o'zimiz yashayotgan mahallamizga boshlab keldim va o'zimni kamtarona xonadonimga sizlarni taklif qildim. Nega desangiz, bu mahallada meni umrimni eng chiroyli vaqtlar o'tdi. Albatta, xonadonim esa eng sevimli maskanim. Kelinglar, suhbatimiz davomini shu xonadonimizda davom ettirsak. Albatta. Ko'z tegmasin oilamizga, ko'z tegmasin xushdamimizga.
shodiyona bayramimizga, ko'z tegmasin oilamizga. Haqiqatan Tursunoy opa, har bir inson uchun albatta o'sha baxt oshiyoni, fayzli xonadoni eng yaxshi go'shada. Mana ko'ryapmiz, bir shinam xonadonni bekasizda. Eshitganimiz borki, sizni asli Xorazmlik deyishadi-da. Endi bu yerga, umuman bu mahallaga, Navoiyga qaysi yili kelgansiz? Bu katta tarix. Bizni ota-onamiz 1966-yilda Navoiyga ko'chib kelishgan. Xorazmda yashaganmiz. Biz Xorazmda tug'ilganmiz. Rahmatli Sanatjon, men, akam rahmatli Xorazmda tug'ilganmiz. Faqat bitta singlim, Mavluda singlim Navoiyda tug'ilgan. Shu 66-yil ko'chib kelganimiz, mana shu Navoiyda katta bo'ldik. San'atkorlar oilasida dunyoga keldik. Mana hammamiz san'at yo'lidamiz. Rahmatli Sanatjon, akam san'at yo'lida edi. Singlim u ham Tanor ansamblda raqqosa bo'lgan. Menga keladigan bo'lsak, mana endi onam rahmatli tilida aytadigan bo'lsak, tishim san'atda chiqqan. Onamiz Navoiy viloyatiga san'atni onam olib kelganlar. Onam ajoyib chiroyli ovozlari bo'lgan. Undan keyin mana akalarim shu yo'lda davom etib ketishgan. Keyin menda shu san'at yoshligimdan san'atga qiziqishim bo'lgan, qo'shiqchi bo'lganman. Keyin paxta haqida axborotlar bo'lgan, o'sha qo'shiqlarni birga qo'shilib kuylaganman yoshligimda. Onam rahmatli, sen chiroyli ovozing bor, sen qo'shiqchi bo'lasan, xudo xolasa derdilar. Shu yo'ldan ketib qarang, maktablarda ham san'at bayramlari, nimaiki konkurslar bo'lsa, hammasida Tursunoy edi maktabda ham. Keyin mana institutga rahmatli onajonim bilan borib, institutga topshirganman. Teatr rassomchilik san'ati instituti deyilardi unda. Shunga topshirib 78-yil o'qishlarga kirib, o'qishlarni tugatib, 83-yil keyin Respublika maqom ansamblida ishlaganman birinchi. O'sha yerda ishlab yurgan paytimda to'satdan 83-yil dadam dunyodan o'tib qolganlar. Keyin Navoiyga kelganman. Ishimni davom ettirib, shu yerda qolganman. Keyin rahmatli bo'lib ketdilar Bomurod Hamdamov ansambllari bilan. Bizning xonadonimiz katta edi. Butun san'atkorlar, Toshkentdan kelgan san'atkorlar bizning xonadonimizga mehmon bo'lishardi, yig'ilishardi. Albatta hamma kirib kelardi. Ular meni qo'yishmagan. Buni joyi Toshkentda, buni joyi Xorazmda deb ular ham olib ketishgan. Xorazmda ishladim. Keyin yana nimalar bo'ldi? Onam rahmatli Saxir edi. Mazalari yo'q edi. Keyin men ko'nglim bo'lmasdan yana o'shimni ham tashlab kelganman. Ko'ngilchan bo'lsangiz, juda ko'nglingiz bo'sh bo'lsa, jigarparvar, oilaparvar bo'lsangiz, nimalardan ketishga to'g'ri keladi-da. O'zi ayol kishini o'sha san'at olamida bo'lishi ham juda mushkul deyishadi. Mana yuqorida aytyapsizki, kimdir kasal bo'lsa, yaqinlaringiz chidab tura olmaysiz deyapsiz. Albatta turmush o'rtog'i bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar ham o'ziga xos. Endi turmush o'rtog'ingiz bu sohani tanlaganingizga, bu sohada faoliyat yuritganingizga qanday qaragan? Ular o'zi meni ishimizdan tashqari xalq xizmatlarida bo'lamiz-ku. Rahmatli qaynatam, qaynonam bilan bir to'yga borishgan-u, mana o'tirishimni, to'yda o'zimni tutishimni ko'rishib, mana shu qizni kelin qilaman deyish kerak. Ha, demak ular qo'llab-quvvatlashgan. Bu bir noyob holatda, bu juda katta tarix bu. Keyin ular meni bizning xonadonimizga kelishgan, xo'jayinimni ham olib kelishgan. Mana shu qizga deb ko'rasan, u bu deb ko'rishib, keyin endi taqdir ekan, nima deysiz? Taqdirimiz bo'lib, mana turmush qurganimizga ham 36 yil bo'ldi. Farzandlarimiz mana 2 qizim bor, Mahliyoxon, Muhayyoxon ismli qizlarim bor. Xudoga shukr 6 ta nabiram bor. O'g'limday bo'lgan kuyov bolalarim bor. Demakki, turmush o'rtog'ingiz qo'llab-quvvatladi. Mana shu san'at olamidagi bugungi faoliyatingizga, bugungacha bo'lgan yutuqlaringizga albatta u kishining ham hissasi bor. Albatta. Masalan, mana o'sha kishi qo'llab-quvvatlamasa, san'at yo'liga meni yo'limni ochib bermaganda, shu darajaga yetmagan bo'lardim. Farzandlarimni o'zimdan nimani ko'rmagan bo'lsam, erisha olmagan bo'lsam, shu darajaga erishish uchun men qizlarimni o'zim fortepianoda o'qiy olmadim. Mahliyoxonni fortepianoga berganman. Muhayyo qizimni gimnastikaga qiziqqanman. Gimnastikaga berganman. Shu sohada ketishdi qizlarim keyin. Institutlarni tugatishdi. Mana o'z kasblarida, o'zini ish joyisida ajoyib hurmat izzati bor, oliy toifali
bittasi murabbiy, bittasi o'qituvchi. Ota-ona uchun albatta bu bir faxr, bu baxtda. Xudoga shukr. Mana Tursunoy opa ko'ryapmanki, mana bu yerda ajoyib suratlar ham turibdi-da. Ko'ryapmiz, sayohatga borilgan suratlar, o'ziga xos bir taassurotlar bilan yurgan holatlaringizda mana shu kunlar albatta insonga bir o'ziga xos zavq beradi. Albatta. Gastrollar, adashmasam. Gastrollarga ko'p ketaman. Hozirgi kunlarda endi viloyatlarga chiqishimiz endi yana boshlanadi. Viloyatlarga ko'p chiqdik. Farzandlarni sog'inib qolamiz, nabiralar bizni sog'inib qoladi. Mana shunaqa bo'lib, hayotimizda hozir eng zavqli, qiziqli joyi. Yashaydigan davr. Yashaydigan davrimiz. Tursunoy opa suratlar ichida San'at akani ham rasmini ko'ryapman-da. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. U kishi ham san'atda o'z o'rniga ega edilar. Ovozlari, men oldin faoliyatim davomida u kishi haqida ham oldin ko'rsatuv tayyorlaganman va albatta o'sha ovozlarini eshitib, san'atlarini ko'rib juda ham bir ta'sirlangan edim. San'atda men muzika maktabida o'qigan bo'lsam, San'atjon o'qimagan muzikant bo'laydi. Lekin hamma cholg'u asboblarini hammasini chalib ko'radigan edi. Demak, xalqimizda qonda bo'lsin degani baribir to'g'ri ekan. O'sha onam rahmatli aytardilar, san'atni qulog'idan ushlab san'atga botirib olgandirdilar. Chunki u hamma sohada qiziqishi bor edi-da. Muzika asboblarini hammasini chalardi. Qo'shiq aytishda-ku o'zini muxlislari bor edi. 11 yoshdan, 12 yoshidan onamni yonida onam rahmatli olib yurardilar. Juda erkasi edi onamni. Keyin olib yurardilar. Masalan, uzoq yerlarga, mana Kattaqo'rg'on, Samarqandlarga xizmatlarga ketishsa ham San'atjonni o'zining muxlislari bor edi. U kelmasa to'y boshlamasdilar. Mana shunaqa edi. Keyin sekin-sekin o'z yo'lini topib, o'zini ijrosiga, o'zini mahoratiga ega bo'lib, kuchli san'atkor bo'lib ketdi. Tursunoy opa, umringiz uzoq bo'lsin deymiz. San'atdagi mavqeingiz bundan-da yuksalsin. Mana shunday shogirdlar kamolini ko'rib yuring deymiz. Ko'rsatuvimiz avvalida biz shu so'z yuritgan vaqtimizda ba'zilarga shunday havas qilamizki, aslo qarishmagan dedikda. Bugun ko'rib haqiqatan o'sha yuqorida aytgan so'zlarim to'g'riligiga amin bo'ldim. Chunki sizni ko'p tadbirlarda ko'rib kuzatganman va shu Tursunoy opam hech o'zgarmaydilar, ko'z tegmasin. Har doim bir xil turadilar deb aynan o'sha ta'rifni berib o'tgan edim. Bugun ham hayotingizni, faoliyatingizni kuzatib bugun amin bo'ldimki, albatta bunga o'sha yuqorida aytgan asoslar bisyor ekan. Baxtlisiz, farzandlaringiz yoningizda, nevaralar suyayapsiz va san'atda hamon e'zozli, ardoqlisiz. Ha, chindan ham men haligacha aytaman, yana qaytadan dunyoga kelsangiz, qaysi kasb tanlagan bo'lardingiz deganlardan men aytamanki, yana baribir san'atkor bo'lgan bo'lardim. Chunki bu qonimda bor. Haligacha baxtim shu, meni hayotim san'atim deb hisoblayman. Keyin aytishadiki, Tursunoy opa, unvon olmadingiz, nima uchun unvon olmadingiz deyshadi. Men aytaman, endi mana unvonlarim, shogirdlarim deyman. Baribir mana ustozimiz, hurmatimiz, e'tiborimiz shunchalikki, mana qachon borsam hammaligi o'rnidan turib, kutib olishib, hurmat izzatimni joyiga qo'yishadi. Albatta shogirdlarimni hammalarini duo qilaman. Omadlarini bersin, ishlariga rivoj bersin, ko'zga ko'ringan ajoyib san'atkorlar bo'lib yetishsin deyman. Ijodlariga rivoj berib, xizmat ko'rsatgan artistlar yaxshi unvonlar olishini tilab qolaman. Bu unvon sizniki ham. Albatta, ular unvon olsa, ularning unvoni meni unvonim bo'ladi. Tursunoy opa, albatta shijoatingiz, baxtingizga ko'z tegmasin deymiz. Rahmat. Doimo mana shunday shogirdlar qurshovida bo'ling. Azizlar, albatta bugun mana shunday hayot zavqi bilan yashayotgan yurtdoshlarimiz bilan dillashar ekanmiz. Biz ham faoliyatimizda yanada samarali ish olib borishga kuch topamiz. Albatta, mana shunday shijoatli, tashabbusli yurtdoshlarimiz oramizda ko'p bo'lsin. Kelgusi dasturlargacha xayr, omon bo'ling azizlar.